Assalomu alaykum dehqonlar, bog'bonlar va uzum shinavandalari. Mana bu sortning yoniga keldim. Bu Yaponiya sorti. Fuji Minori deb nomlanadi. Qora sort. Shakli mana shunaqa bir chiroyli bir ko'rinadi. Haligi необычный deylar-ku. Bunaqa o'sha gibrin bilan ishlov berilsa agar danaksiz bo'lib qoladi. Bir ko'rinishi bir chiroyli. Buni yegandan keyin olxo'ri bor-ku, sliva deylar-ku, o'shani slivani nimasi keladi bundan. Slivani ta'mi keladi. Qop-qora rangi bo'lib qoladi. Xuddi anavi plastmassa uzumlar bor-ku, o'shanga o'xshaydi. Fuji Minori Yaponiya seleksiyasi. Mana barglari mana shunaqa bo'ladi. Qiziq bo'lsa agar kimga Buxoro sharoitida shunaqa sortlarni yetishtiryapmiz. Mana barglari katta-katta bo'ladi, barglari. Mana. Shularni qarang. 1 kilolik vosh borda 1 kilodan kam chiqmaydi. Mana bargini ko'ring. Katta, gigant. Qo'limdan ham katta. Mana bu yonidagi bananas. Erta pishar sort, oq danagi bor buni. Erta pishar. Ananasni ta'mi keladigan uzum. Chiroyli sort uzum, shunaqa erta pishar. Bu ham taxminan shu iyulni oxirlarida o'sha pishish kerak, 20-yillardan keyin. Ukraina seleksiyasi bu ham. Juda bir ta'mi zo'r, bir необычный ta'm. Fruktovoy endi buni tushuntirib bo'lmaydi, lekin yeb ko'rgandan keyin haqiqatan ko'pchilikka yoqadi bu sort. Mana bu keyingisi karnaval. Bu ham shu Ukraina seleksiyasi. Rossiyaniki edimi, Ukrainaniki edimi, shunaqa xullas. Muhim emas u qayerniki, lekin bu ham chiroyli. Ichida 1-2 ta nimasi bor. Danagi bor buni ham. Qizil sort. Vidi bor просто buni, karnaval. Xo'p, keyingilari mana bu tsimus deb nomlanadi, kishmish. Lekin kishmishga o'xshamaydi. O'zi o'sha 3-4-klass. 3-4-klass, lekin bir ajoyib ta'mi bor buni. Qanaqadir sitrusoviy, tropический ta'mi bor-da. Bu ham tak 90 kun, 95 kunga уже pishadi. 90 kun, 95 kunga pishadi. Bir ta'mi juda bir zo'r. Oq uzum, необычный ta'm. Tavsiya ekishga beraman, buni ham zo'rsan. Xullas, ana shuna sekin-sekin ketaveradi. Mana bu Goldfinger Yaponiya seleksiyasi bu ham. Goldfinger. Bu ham ozgina kasallangan ekan. Bu ham ishlov berish kerak ekan, mana. Sarg'aygan. Bu kasallik mildiyu, ayidium. Buni bir dorilashimiz kerak. Xarobsiz qolibdi. Mana bu keyingisi, bu sortimiz Katyusha deb nomlanadi. Qizil sort, bu ham kech sentyabrning o'sha boshlarida, o'rtalarida pishadigan sort Katyusha. Ukraina seleksiyasi bu ham. Xullas shunaqa.